O'zbekiston bolalar adabiyotining ko'zga ko'ringan vakillaridan biri Zafar Diyor 1912-yil Namangan viloyatining Chust tumanida tug'ildi. 1933-yilda shoirning Qo'shiqlar nomli birinchi she'riy to'plami nashr etildi. Jurnalistika shoir faoliyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, gazetalarda ham faoliyat yuritdi. Shoirning Qo'shiqlar to'plamidan so'ng Tantana, She'rlar, Bizning oila, Sovg'a kabi she'riy majmualari bosildi. Zafar Diyor o'zbek bolalar adabiyotida doston janrini boshlab bergan shoirlardan biri hisoblanadi. Zafar Diyor 1946-yilda bu yorug' olamni tark etadi. Vafotidan keyin Kichkina bog'bon, Haqida doston, Chaman, Gunafsha asarlari, Qanotli do'stlar, Suv bilan suhbat kabi to'plam va saylanmalar nashr etildi.